Assalomu alaykum. Hurmatli hamyurtlar, mana yana bitta obyektimizni bitirib topshirdik. Bu yer biz ish boshlaganimizda gazobloydan urilgan, stajga qo'yilgan holatda edi. Mana xudo xolasa bitirib qolgan hamma mehnatini, elektrikasi, boshqa santexnik, hammasini bitirib topshirdik. Mana rombek sifatida рабочий stolimiz, mana bitta mo'ykamiz joylashgan. Mo'ykamiz oxirgi so'nggi fasondagi mo'ykamiz, xudo xolasa. Mana gazlarimiz, duxovkaga joy qo'yib ketdik. Zunti qismlari 60 litrlik qozonimiz, 100 talik qozonimiz, 125 talik qozonimiz. Keyin oilaviy dam olganda shashlik pishirib, maza qilib dam olib o'tirish uchun shashlik uchun mangal qilganmiz. Shashlik pishgandan keyin mana bu yerda o'tirib, stolga qo'yib, oshna og'ayni, do'stlar, birodarlar bilan bemalol o'tirib dam olib o'tirsa bo'ladi. Bundan tashqari mana e'tibor beradigan tomoninglar, ma'murimiz aylana doira sifatida qilingan. O'zgacha taglarga podsvetkalarni qo'yib, Xudo inshaalloh mehnatlarimizni tugatib topshirib oldik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mirjalol usta deb aloqaga chiqsanglar, 88lik 986 50 50. Bundan tashqari men bu faskali qilib, polni oldini bir xilda chiqarib olib kelganmiz, mana. Joylar sog' bo'lsin, yaxshi kunlarda, yaxshilarda uchrashaylik hamma bilan. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatimiz dunyo bo'ylab